Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 13-iyul holatiga ishlarimiz xudo xolasa chiroyli holatda yuklanyapti. Ichkaridagi holatini chiroyli ko'rsatib beramiz. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mana holatlarni ko'rishlar mumkin. O'ta a'lo darajada baquvvatligi o'ta zo'r. Sinishga ehtimoli 1% tugul 0.5% ham bo'lmaydi. 10 mingtadan 50 ta ham xudo xolasa sanaga chiqmaydi. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Sanig'i chiqmaydi deganimiz, naborot ustiga 50-60 ta qo'shimchasi bilan, 100 tagacha qo'shimchasi bilan xudo xolasa olib borib beramiz. Mana havola orqada turibdi. Kimga mana shunday pishgan g'ish, mana bunday xom g'ish kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Xom g'ishni o'zimiz yaqin tumanlargacha dostavka qilib beramiz. Joyda olib ketaman deganlarga 350 so'm. Dostavka qilib bering deganlarga dostavkasi joyga qarab kelishiladi. Bu ko'l holati narigi tomonda umuman nam holati yuklanmaydi. O'ta quruq holat yuklanadi. Joyidan 350 so'mdan xom g'ishimizni 750 so'mdan pishgan g'ishimizni xudo xolasa yuklatib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab pishgan g'ishimizni o'zimiz yaqin tumanlargacha xom g'ishimizni dostavka qilib beramiz. Ichkaridagi holatlarni ko'rsatib beramiz. G'ishimizni ichkaridagi holatlarni ko'rishlari mumkin. To'g'ri kirib, mana syomka qilyapmiz. Mana holatlari mana ko'rib turibsizlar. Ovozlarni ham eshitishlari mumkin. Mana shu holatda bo'ladi. Razmerlari mana qalinligi 6,5. 6,5 bo'ladi. 12. Mana qizili ham bo'ladi, atlasni holatda. Bu qizili degani yaxshi pishmay qo'ygan degani emas, mana qizilini olib turib tashlasak ham, boshqa qilsak ham ovozlari umuman o'zgarmaydi. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.